O'tgan yili hamma qidiruvdi, hech kim topolmayotdi va hech kim hech nimasini aytmayotgan o'sha mashhur do'sa tomishda biladigan narsani do'sa akamiz o'zlarini mana xonadonlarga qilyapti ekanlar do'sa mana hozir bor sir asrorini o'rgataman uka deyapti. Hamma narsasini mana shu stanoyni o'zimiz yasayapmiz deyaptilar. Birinchi qo'l yasalayotgan joyiga yetganmiz do'sa. Eng asosiysi hurmatli obunachilar ko'ryapsizlar, o'zan xonadonlarga ishlatib, nech pulga qanaqa foyda qiladi hammasini mana shu usta akamiz o'zlari yasab beryapti ekanlar. Bir haftada stanoyini oladigan bo'lsalar yasab berishadi. Polni komplekti qanaqa qilib qo'shiladi, nimalar qo'shiladi, undan tashqari mana bu yerga qo'shiladigan ximikatni hammasini aytib berishar ekan do'stlar. Buning uchun pastda nomi bilan qoldiryapmiz. Aloqaga chiqinglar. Aka, narxi necha pul aka? Narxi necha pul? 25 million. 25 million so'm qayergacha? O'zbekiston bo'ladimi yo olib ketishimi? Kelib olib ketishadi. 25 million so'm. Hamma narsasini o'rgatasiz. 25 metr shilangisi, 4 portionli kompressor qo'shib beraman. Qo'shib beriladi. Juda ham zo'r. Noldan ham yo'g'ini o'rgatasiz. Yo'ldan o'rgataman. Mana qilib bitta xolasa mana qilib ishlayotgan joyga borib o'rganib oladi o'zi. Bolalar bor, jiyanlarim quyishadi, shular aytib billa o'rgat deyman. Bo'lmasam o'zim o'rganib olaveraman desa bitta tushuntirib beraman. Bu qiyin ish emas. Qiyin ish emas. Normal holatlarda qo'shiladigan narsalarni yozib beraman bitta varaqqa. Juda ham zo'r o'ta. Xudo xolasa usta akamiz bilan qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Biz kanalda ko'radigan bo'lsa, narxi 25 million so'm. O'tgan yil hamma trendga chiqib, hech kim aytmagan narsani sizlarga mana o'rgatib ko'rsatib beradilar.